Ayol Allohning ne'mati azizlar. Ayol bir erkakka Alloh tomonidan berilgan sovg'a, hadiya, omonat. Buni asrab avaylashlik bizi gardanimizga tushdi. Muhabbatimiz shunday bo'lishi kerak. Bir xilgilar ayoliga shunaqa talablar qo'yadi. Agar biroz dindan xabardor bo'lsa, Fatima onamizni misol qiladilar. Hadicha onamizni misol qiladi. Aytadilarki, "Ey sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizidan afzalmisan? Fatima onamizdan qayering a'lo" deb gaplarni gapiramiz. Lekin ayolidan Fatima bo'lishlikni talab qilayotgan erkak o'zi ham Ali bo'lsin. Hadicha onamizdek eriga vafo, muhabbat talab qilayotgan erkak Rasulimiz alayhissalatu vassalamdek ayoliga muhabbatli bo'lsin. Ana o'shunda oila muqaddaslik saqlanadi. Oilaning ehtiromi bo'ladi sizlar.